Assalomu alaykum hammalaringizga yana bir bor. Bugun 9-may 25-yil. Hammalaringizni bayram bilan tabriklayman. Quroq ko'rpachalarimiz 2,5 metrlik, mana ikkita po'paklik. Hamma tikilishlari bularni choklari overlockga yopilgan. Mana bittasini chappa holatidagini ham ko'rsatib o'taman. Mana choklari hammasi overlockga yopilgan. Ikkita yostiqchalarimiz mana o'ziga mos qilingan 60 ga 60, ichiga bularni hammasini qopib bo'ladi. Po'paklik, zamoklik, choklari overlockga yopilgan. Mana 4 ta yashil bilan oq kadifendan 60 ga 60 yostiqchalarimiz. Bularni ham hammasi olib paxtalanadi. Zamoklik bular ham 6 ta qizil bilan oq kadifendan yostiqchalarimiz. Bularni ham bitta-bitta rostasini ko'rsatib o'tibman. Bu komplegimiz chimildiqdagi ko'rpachamizni ikkita lo'lachasi ham tayyor. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bularni ham xudo xohlasa paxtadan chiqargan holatlarimni hammasini sizlarga ko'rsatib o'taman. Hozir paxtalanmagan holatini sizlarga video qilib tashlayapman. Mana hech qayerga salqi kelib qolmagan tikishlarimiz. Mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin burchaklarni hammasini. Kimga shunaqa har xil kadifellardan quroq komplektlar, chimildiqdagi ko'rpachalar, mehmonxona ko'rpacha yostiq lo'lalari kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsalaringiz tikib tayyor qilib beraman. Mana bulari mana ko'rishlaringiz mumkin. Hammasi chappa holatida turibdi. Tikilishlari mana har bitta bo'limi alohida overlockdan chiqqan. Astarchasi ham mana, quroqchasi ham yostiqlarimizni mana